Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Taha. Ma anzalna aleykel Kur'ane liteşqa. Kur'an'ni sana seni capağa siliş için emas. İlla tezkireten limen yakhsha. Fakat Allah'tan qo'rqadiganlarga va'zi nasihat qilish uchun nozil qildik. Tanzilan mimmen xalaqal arda ves semawatil ula. U zaminni va keng egiz osmonlarni yaratgan zot tarafidan nozil qilingan. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Merhametlik Allah arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Eğer sen aşkarı sözlesen yoki yoşurun sözlesen Allah'ın nazarida o'xshashdir. U haqiqatan sirni ve onundan maxfiyrak ishlarni bilib turdi. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Allah'ın güzel isimleri var. Ve hel ataka hadithu Musa. Musa'nın kıssasından haberin var mı? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Öz vaxtida Musa bir joyda o'tning yo'riqini ko'rdi. U oilasidagilarga turib turinglar, men o'tning yo'riqini ko'rdim. Men berib uningdan biror parcha cho'g' elib kelishim yoki o't bor yerda biror yo'l boshlig'ichini uchirtishim mumkin dedi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Musa o'tning yeniga kelganda nido qilindiki, ey Musa, İnni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil vadil muqaddas tuwa. men haqiqatan sening Rabbingdirman. Kashingni sog'in. Sen haqiqatan muqaddas vodi bo'lgan tuvodasan. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Men seni payg'ambarlik tanladim. Sen vahiyga quloq solgin. İnneni ana Allahu la ilahe illa ana fa'budni ve aqimis salata li zikri. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. İnnes sa'ate atiyetun akadu ukhfiha litujza kullu nefsin bima tes'a. Qiyomatning bo'lishi haqiqatdir. Her odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanishi uchun uni, ya'ni uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Qiyomatga iymon etmaydigan va nafs xohishlariga ergashgan odam
seni onundan, yani qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'smasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan. Chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga elib boradi. وما تلك بيمينك يا موسى Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Musa aytdi: "U mening hasam. Onunğa tayiniman. Onun bilan qo'ylarimga g'azan qiqib beraman. Onunda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor." قال ألقها يا موسى Allah: "Ey Musa, uni yerga tashlagin" dedi. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Musa uni tashlab edi, u nagahan mengayotgan bir yilonga aylandi. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Allah aytdi: "Uni tutib olgin. Qo'rqmagin. Uni dastlabki, ya'ni hosiliq holatiga qaytaramiz." واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Qo'lingni qo'ltiqingning ostiga sag'in. U hech qanday ayib nuqsonsiz holda ap-oq nurliq bo'lib chiqadi. Bu ikkinchi mo'jizadir. لنريك من آياتنا الكبرى. Sana cho'ng mo'jizalarimizdan ba'zisini ko'rsatamiz. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Fir'avnga borgin. U haqiqatan haddidan oshdi. قال رب اشرح لي صدري. Musa aytdi: Rabbim, mening qalbimni keng qilgin. Ya'ni iymon bilan va payg'ambarlik bilan nurlantirgin. ويسر لي أمري. Mening ishimni osonlashtirgin. واحلل عقدة من لساني. Tilimdan kekashlikni ko'tarib etgin. يفقه قولي. Ula mening so'zimni tushunsin. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Mana ailemden qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. أشدد به أزري. Onun bilan meni texmi kuchaytgin. وأشركه في أمري. Mening ishimga uni sherik qilgin. كي نسبحك كثيرا. Bunun bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz. ونذكرك كثيرا. Sana ko'p zikr aytqaymiz. إنك كنت بنا بصيرا. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'uchisan. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Allah aytdi: Ey Musa, sening so'ragan narsalarning sana berildi. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Buningdan boshqa sana yana bir qitim in'om qilgan edik. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Öz vaqtida onangning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Aytdiki, uni, yani balını sandık sağın.
Andın onu sandık bilen deryaga taşlığın. Derya onu qırğaqqa taşlısın. Onu mening düşmenim ve onun düşmeni yani Firavun alsın. Mening köz aldımda terbiyelenişin üçün sana men taraftan bolğan muhabbetni saldım. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى Öz vaqtida senin hemşiren Firavun'un ailesiga berip, sizlarga onu baqadigan bir kishini ko'zitib qo'yaymi dedi. Biz senin ananı hoş bo'lsin, qayg'urmusun deb seni onunğa qaytarib berdik. Sen bir adamni öldürüp qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni türlük balalar bilen sınadık. Sen Medyenlikler arasında köp yıllar turdun. Andın ey Musa, takdir bilen bu yerge keldin. واصطنعتك لنفسي Seni mening muhabbetimge yani peygamberlikke talladım. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Ey Musa, sen ve senin kardeşin Harun mening möcüzelerimni ilip beringlar. Mening zikrimge susluq qilib qolmanglar. اذهبا إلى فرعون إنه طغى Firavun'un yeniği beringlar. O hakikaten haddidan aştı. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Onunğa yumşaq söz qılыңlar. O vəzi nəsihətini qubul qilishi yoki haddidan aşqanlıqning aqibatidan qo'rqishi mumkin. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Ula Rabbimiz biz hakikaten onun bizni aldırıp cezalaşıdan yoki texamu haddidan eşişidan qo'rqimiz deyishdi. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Allah aytdi. Sizlar qo'rqmanglar. Men hakikaten sizlar bilan birga. Men hammani anglab turman, hammani ko'rib turman. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Sizlar Firavunning yeniği berib, biz ikkimiz Rabbingning elchisi bo'lamiz. İsrail avlodini qo'yib etgin, biz bilan kessin. Ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Rabbingning mo'jizasini elib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Bizga shak shubhisiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar. قال فمن ربكما يا موسى Ular Firavunga kelib, Allah Taala tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkizgandan keyin Firavun: "Ey Musa, sizlarning Rabbinglar kim?" dedi.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Musa aytdi: Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash, narsalardan foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. قال فما بال القرون الأولى. Fir'aun aytdi: O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Musa aytdi: Ular to'g'risidagi ma'lumot Rabbimning dargohida, Lavhil Mahfuzda xotirlikdir. Rabbim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. O zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Ulardan yengla ve mal çarvalarını beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sizlarni zamindan yaratdik. O'lganinglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qitim zamindan chiqaramiz. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Shek shubhisizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Fir'aun aytdi: Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimizdan, ya'ni Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi unaga xiloflik qilmayli. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Musa aytdi: Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Fir'aun qaytib ketib, hiyla mikrini, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrida ishlanadigan narsalarni ilib va'dalashgan vaqtda keldi. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Musa ularga aytdi: Sizlarga voy,
Allah'a yalğanını çaplamanglar. Yani sehringlar arqılıq Allah'ның möcüzələrə taqabül turishni da'vo qilmanglar. Allah sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allah'a böhtan çaplagan odam mag'lub bo'ladi. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Ular, yani sehrigarlar öz işi üstüde da'talash qilishdi. Qilgan da'talashni yoshirishdi. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Ular aytdi: Bu ikkisi rastla sehrigar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib etmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Eylanglarning hammasini jamlanglar. Yani bütün çare tedbirleringlarni bir noktaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga hayvatlik ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostla maqsadiga erishidi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Ular aytdi: Ey Musa, Hasan'ı sen avval taşlamsan yoki arg'amchi asıllarımızı biz avval taşlamdık. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Musa: Belki sizler avval taşlanla dedi. Ular taşlagan idi. Nagahan ulanın argamçıları, asılları ulanın sehrinden, yani sehrinin tesirinden onunla hareketlenip menvatqandek tuyuldu. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Bunundan Musa özü de korkunç his kıldı. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Biz onunla ayttık ki, korkmagın, sen çokum üstünlük kazanırsan. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Kolundakini taşlagın. Ulanın kösetken sehirlerini dem tartıp yutuvididir. Ulanın kösetkini sehrigerlerinin hilisidir. Sehrigerler qayaga barsa muvaffaqiyat qazanolmaydi. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Musa hassını taşlıvidi, ulanın kösetken sehirlerini dem tartıp yutuvetti. Şunun bilen sehrigerler secde qilgan halda yıkılıp, Harun bilen Musa'nın Rabbiga iman etdik deyishdi. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Firavun aytdi: Sizlar men ruxsat berishdan burun onunğa iman etdinglar. Şübhisizki u çoqum sizlarga sehrni ügetken çoğunlar ekan. Men çoqum sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ngchab qilib, ya'ni
o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xurma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musoning Rabbining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ular aytdi: Seni, yani sana ergişishni ixtiyor qilib, bizga kelgan ro'shan dalillarni va bizni yaratgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Bizning xatoligimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allah teximi yaxshidir, teximi boqiydir. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Kimiki günahkar alda Allah'a muloqot bo'ladigan, u davzaqqa kiradi. Davzaqda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladigan, u Allohning dargohida yuqori darajaga erishadi. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. U darajalar doimiy turalg'i bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar iqib turdi. U yerlarda u mangu qoladi. Ana shu küfrden ve günahlardan pak bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Biz şek şübhisiz Musa'ga vahiy qildik ki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Fir'avnning arqonlardan qo'g'lab yetishib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi andish qilmagin. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Fir'avn lashkarlari bilan qo'g'ladi. Ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. وأضل فرعون قومه وما هدى. Fir'avn o'z qavmini azdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadı. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Ey İsrail avladı! Sileni hakikaten düşmanlardan qutquzduk. Munajat üçün ve Musaga Tavratını nazil qilish üçün sizlarga Tur teg'ining o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yanglar. Bu vaqtda chekdan oshmanglar. Undaq qilsanglar, sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta eng mag'firat qilg'uchiman. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, aldırab Tur Sinaga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? dedik. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. Musa aytdi. Ular izimni qo'g'lishib kelyapti. Rabbim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga oldirab keldim. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Allah aytdi. Senden, yani sen bu yerga mangandan keyin qavmingni haqiqatan sinidiq. Ularni Samiri azdirdi. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Musa qavmiga g'azablangan holda xafa qaytdi. U aytdi: Sizlarga Rabbinglar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutqudek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglarga Rabbinglarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlar menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Ular aytdi: Sana bergen va'diga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'aun qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyruqi bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirimu o'zi elib chiqqan zinnatlarini tashladi. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Samiri ertilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir mo'zay haykal yasadi. Uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqatdi. Ular, ya'ni Samiri va uning tavalari aytdi: Bu sizlarning ilahinglardir ve Musa'nın ilahidir. Musa ilahini bu yerde unutib qaldi.
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. U Mozayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Şek şübhisizki Musa qaytib kelishdan ilgari Harun ularga: "Ey qavmim, sizlar Mozay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Rabbinglar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mozayga cho'qinishni tark etish bilan buyruqimga itoat qilinglar" dedi. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda Alloh uchun g'azablanishda menga ergishishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyruqimga xiloflik qildingmi?" قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening saqalimni va chechimni tortmag'in. Men haqiqatan sening İsrail avlodini bo'lib so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim." قال فما خطبك يا سامري. Musa aytdi: "Ey Samiri, sen nim bo'lding? Ya'ni mundaq yomon ishni qilishingdan g'arizing nima?" قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Samiri aytdi: "Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi, ya'ni Cibrilning izidan bir changal to'pini oldim-da, uni Mozayga chashdim. Shuning bilan uningdan Mozayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek, buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi." قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Musa Samiri'ye aytdi: "Barg'in, sen ömür vayet ko'rganli kishiga menga yaqinlashmanglar degaysan. Ya'ni sening kishiga yaqinlashmasliging, kishining sana yaqinlashmasligi bu dunyoda sana berilgan jazodir. Shubhisizki oxiratda jazolanadigan muayyan bir vaqting bor. Alloh sana qilgan bu va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen hamon cho'qinib kelayotgan ilohingga qarag'in. Biz uni cho'qim o't ko'ydirimiz. Andın uni, ya'ni kulini dengizga chechib etimiz. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Sizlarning ilohinglar bir Allohdir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U
her nersini toluq bilgiçidir. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şuningdek sana ötkenkilerning bazı xabarlarini bayon qilamiz. Sana öz tarafimizdan Qur'onni ato qildik. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Kimiki Qur'ondan yüz öğridiken, onunğa kıyamet günü çoğun günahtan ağır yük yüklenidi. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. O günahı üçün berilgen azapni mengü tartıdı. Kıyamet günü ulağı yüklengen bu yük nimi degen yaman? يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Bu sur çilindiğen kündür. Bu günde şekli özgergen kök közlük, karı yüzlük günahkarlarını yığımız. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Kıyametinin dehşetini körüp, dünyada turgan vakti kıska bilingenlikten, ula dünyada fakat 10 günlü turdunla deyişip piçirleşidi. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Ulanın deydiğanlarını biz obdan bilimiz. O vakitte ulanın en doğru sözleydiğini sizler fakat bir gün turdunla deydi. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Ula senden tağla doğruluk, yani tağının akıbetinin qandaq boluduğanlıq doğruluk soraydı. Eytqin ki, Rabbim ulanı kükum talqan qılıp, andın şamalını əvətib, onu soruydu. فيذرها قاعا صفصفا. Ulanı tüzlenlikki aylandırdı. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. O yerlerde ne çonqurluqni, ne igizlikni görmeysen. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Bu günde kişiler Allah'ın mahşergahqa davet qılğıçısına əgişidir. Qınğır ketmeydi. Merhametlik Allah'ın uluğluğu ve heybetinden korkup barlıq avazla besqıdı. Pişirlaşqandın başqını anlamaysan. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Bu günde merhametlik Allah izni bergen ve söz edin Allah razı bolgan adamның şefaatinden başka hiç qandaq şefaat paydı vermeydi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah ulanın aldıdikini ve keynedikini bilidi. Ula bolsa onu bilmeydi. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Günahkarla məxluqatını idarə qılıb turğuçi məngü hayat Allahqa ilgilidir. Allahqa şirik keltirgenler şeksiz ziyan tartıdı.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Mümin turib, yaxshi amallarni qilganlar yomonliqlarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemiyib ketishidan qo'rqmaydi. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni va'z nasihatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Allah zati sübti cəhətdə bütün məxluqatın üstündür. Haq padişahdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Qur'anның vahiysi tamamlanışdan burun oqışqa aldırıb ketmegin. Yani Cibril sana Qur'anni oqıb beriyotqanda billa oqışqa aldırıb ketmey, o tilavetidən fariq boğuca tınşab turğan. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin degin. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Biz ilgari Ademge daraxtning meyvesini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Öz vaqtida biz farishtalarga, Ademge, yani Adem aleyhisselamga secde qilinglar dedik. İblisden başqasi secde qildi. U secde qilishdan bosh tortdi. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Biz dedik, ey Adem, bu hakikaten senin düşmanındır. Xotununun düşmanıdır. O sizlar ikkinlarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqat qolasizlar. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Jannatda sen haqiqatan och qolmaysan va yalang'och qolmaysan. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Hem de uningda haqiqatan ussab ketmaysan, issib ketmaysan. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Şeytan onunğa vesves qilib, ey Adem, sana yiyen Adem ölmeydiğen daraxtni ve zaval tapmaz padişahlıkni ko'rsatib qo'yaymi dedi. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Ula o daraxtning meyvesini yedi. Şunun bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular cennet daraxtlarının yopurmaqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Adem Rabbiga osi bo'ldi.
Şunun bilen u azdı. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ondan Rabbi onu talladı. Onun tevbesini kabul kıldı ve onu hidayet kıldı. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah Adem bilen Havvaga etti. Sizler hemminglar cennetten ba'zinglar düşman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimiki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kimiki mening zikrimden yüz öğriydiken, onun hayatı tar, yani hatırcemsiz bo'ladi. Qiyomat kuni onu biz ko'r qopurimiz. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. O, ey Rabbim, nemişki meni ko'r qopurdun ve halenki dünyadaki çağda mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah aytdi. Shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etdin. Sen bugün shuningga o'xshash tark etilsan. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Haddidin aşqan ve Rabbinin ayetlerine iman etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Ahiretning azobi texmi qattiqdir, texmi baqidir. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yurdi. Aql egalari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Agar Rabbingning azobni ulardan kechiktirishga qilib etgan hukmi ve oldin ala belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Memnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan ilgari, kecha vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarida Rabbingga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigin va hamd aytqin. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Biz kuffarlardan türlük cemaani bahriman qilgan dunyoning ne'matlari va zibu zinnatlariga ko'z salmag'in. Buning bilan ularni sinaymiz. Rabbingning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqidir. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ailangdikilarni va ummatingni namozga buyrug'in. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lg'in. Senden biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq berimiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Ula, yani müşrikler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbi tarafından bizge birer mucize keltirishchu deydi. Ulaga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kemmidimi? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. Eğer biz ularni onundan, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avatishdan ilgari halak qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqi bizga birer payg'ambar avatmiding? Biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergashdik deydi. قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Aytqin ki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarmi kutinglar. Kimlarning to'g'ri yo'l egillari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoq qolmay bilasizlar.